Hörmetlik tomoshabin. Bu qisqa hujjatlik film millatimizning istiqboliga, o'zining ulushini qo'shgan ajdodlarga va shuni davomlashtirayotgan iftixor farzandlariga bag'ishlangan. Har qanday sohalarda mehnat qilib, o'zining izini qoldirgan ajdodlarimiz va shuni davomlashtirayotgan Uyg'urning mardona o'g'lon qizlari bilan faxrlanamiz. Bu ish orqali yoshlarimizning millatga bo'lgan his-tuyg'ularini uyg'otib, ajdodlarni aslab, mag'rurlanib ve millet üçün şərəflik işlərini əcr qıldığına şənçimiz kamil. Abdukerim İmarov, Fazilat İliyeva. Şairlar haq gapni aytmığı kerak. Haq gapni aytish üçün kerak shir yurak. Şairlar aytmasa dildagi gapni, kim aytar haq gapni unudan bo'lak. Tabriklaymiz. Uyg'ur millatining jon kuyari, vatanparvar ve jangivar o'g'loni, istidodli shoir Abdug'ofur Qutluqovning Qozog'istonning hurmatli yozuvchisi faxriy atig'i 19 aprel 2024-yili berilishi bilan chin dilimizdan tabriklaymiz. Akimizga sog'lom tan salomatlik, xotirjamlik ve uzoq umr tilaymiz. Biz siz bilan faxrlanamiz. Tabriklayguchi Dünya Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi vakillari. Almuta 2024-yil. Abdug'ofur Qutluq 20 avgust 1936-yil. Istidodli shoir Abdug'ofur Qutluq Axun o'g'li G'ulja shahrida tug'ilgan. Ilmiy maktabni tamomlagandan keyin 1957-yili Xinjiang Pedagogika institutida bilim oldi. Uning ijodiy faoliyati boshlangan yillarda dastlabki she'rlari matbuotda besilib, Ulug' Abayning Aqliya so'zlari, Qasim Amanjolov, Abdulla Qadiriy, Umar Muhammadi, Abdulla To'qay, Sadriddin Aynning asarlari uni qalbida yongan ishq o'tini ulg'aytgan edi. 1962-yili Qozog'istonga ko'chib chiqib, shundan tatib, bosh cho'kirib ijod bilan shug'ullandi. 1965-yili Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvongul haqidagi poemasi kommunizm tug'ida besilib, uning yo'lini ochdi. 1967-yili O'chmas yulduzlar nomli tunja to'plami nashr qilindi. 1974-yili Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqiga a'zo bo'ldi. Abdug'ofur Qutluq bizda kamdan kam yezilayotgan ballada janrida 100 dan ortiq tilga og'dak asarlarni yezib, o'z oldiga o'nliq janrni yaratib, cho'nqur fikrlarni ixcham bayon qilishining o'tisidan chiqdi. Abdug'ofur Qutluq o'tgan yillar davomida O'chmas yulduzlar, Er ve Diyar, Gül ve Ko'ngil, Jasur jonlar, Asiya, Zaytuna, Sadaqat satirlari, Qiron qiz iti, Qarindoshlik ramzi, Uyg'uriston, O'tliq qabillar qatorliq 15 ga yaqin to'plamlarni Uyg'ur, Qozoq, Rus, O'zbek, Qoraqalpoq, Qirg'iz tillarida nashr qildirib, xalqqa sovg'a qildi. Abdug'ofur Qutluq 1970-yildan tortib Uyg'ur ovozi ve Yeni Hayat gazetlarida ishlab, mukammal jurnalist bo'lib yetildi. Shoir mushu kunlarda Uyg'ur ayollarning mustaqil jurnali intizorda ishlayotdi. Uning angliq hayoti xalqining g'emini yeb, dalalmagan gapini deb o'tkashga elmu unidan rozi bo'lib, vatanparvar shoirimiz deb tan elib olqishlamoqda. El yaxshi degan eng yaxshi emasmi? Elning shoiri bo'lish kamdan kam odamlarga nasib bo'ldigan katta baxt. U Qozog'istonning xalqaro Alash mukofotining sohibi. 19 aprel 2024-yili Qozog'istonning hurmatli yozuvchisi faxriy atig'i berildi. Nabijon Tursun, tarix fanlarining doktori, professor, yozuvchi. Uchturponda tug'ilgan. O'tira maktabdan keyin Beyjingdagi Markaziy Millatlar universitetida Uyg'ur tili va adabiyot kasbini egallab, andin Xinjiang universitetida ustoz bo'lib ishlaydi. 1990-1995-yillari Sovet Ittifoqi Fanlar akademiyasi, Sharqshunos institutining doktor aspiranti,
ve doktorant tədqiqatçı bo'lib ishlaydi. 1995 yıldan tarix fənlərinin doktori. 1996-1998 yılları Qırğızstanda Yusuf Balasağun Üniversitetida dotsent bo'lib ders berdi. Uyg'urning millatparvar ve iftixor o'g'loni Nabijan Tursun 1999 yılı Amerika Qo'shma Shtatga o'rnalishib, millatning istiqboliga ve rivojlanishiga fidokorona emgigi bilan cho'ng ulush qo'shmoqda. 2001 yıldan hozirgacha Erkin Aziya radiosi Uyg'ur bölümünün muxbiri, tahrir ve baş muharrirlik vazifasida ishlamoqda. Nabijan Tursun universitet tadqiqot o'rinlarida ve xalqaro ilmiy muhokama yig'inlarida 70 qatimdan ortiq Uyg'ur ait masalalar bo'yicha ilmiy doklad ve leksiyalar o'qidi. Rus ve ingliz tillarida, Xitoy tarixshunosligida Uyg'urlarning etnik tarixiy masalasi Moskva 1998 yıl. Uyg'urlarning siyosiy tarixiy masalasi Moskva 1998 yıl. Uyg'ur poeziyasi, Uyg'ur shoirlarining Ruscha she'rlar to'plami Abdurahim Tursun bilan birga Bishkek 2002 yıl. Uyg'ur o'qishligi Amerika inglizcha 2006 yıl. Amerikada nashr qilingan Xinjiang Xitoyning musulmonlar chegara zimini 2004 yıl ve Uyg'ur jamiyati diaspora kimlik ve coğrafiyaviy siyasat 2017 yıl. Moskva xiyallari asri Tangritog, Xinjiang madaniyat jurnallarida e'lon qilinib ve Uyg'ur edebiyatshunoslaridan yuqori baholanib, 20 asrdagi eng nadir Uyg'ur edebiy asri ataldi. Bulardan boshqa yana u tarixiy romanlarni Qonga bo'yalgan tog', Qonliq kecha ve tarixiy povest Sunmaz Zulfiqarni yaratdi. Nabijan Tursunning Uyg'ur umumiy tarixi biz uchun bebaho sovg'idir ve tarixga qo'shgan buyuk tuhbisidir. İsmail Abdurasul o'g'li Yusupov 12 may 1914, 17 may 2005 yıl. İsmail Yusupov 1914 yılı Almuta şehrida tug'ilgan. Talg'ardagi Yeza igilik texnikumda bilim olgan. Janubiy Qozog'istonning Turkiston oblasida MTSda ishlaydi. Leningrad shahrida 2 yillik kursida bilim elib kelgandan keyin o'z ishlagan mahkamaning mudiri bo'lib saylandi. İsmail Yusupov boshqarish qobiliyatiga asoslanib, oblastlik yer resurslar boshqarmasining o'rinbosari, suv resurslarini boshqarish mahkamasining boshlig'i lavozimlarida emgak qiladi. 1940 yılı harbiy burchini o'rinlashgan armiya safiga chaqirildi. İsmail Abdurasul o'g'liga Minsk shahridagi harbiy siyosiy uchilishida o'qishga yo'llanma berildi. Ulug' Vatan urushiga qatnashdi. İsmail Yusupov Ulug' Vatan urush yillari siyosiy komandir, Leningrad frontida desantlar batalyonining bo'lim komandiri, Atquchilar diviziyasining polk komandiri bo'ldi. 1943 yılı İsmail Yusupov frontda yarador bo'lib, orqa sapga qaytdi. Ilichevskiy nahiyasining birinchi xatchisi, Janubiy Qozog'iston oblasining birinchi xatchisi bo'lib atqurdi. 31 yoshida Kengash ittifoqida dastlabki yosh suv resurslar ministri bo'lib saylandi. 1951-1954 yillari Merkeziy Kengash Kommunistlar partiyasi yendiki yuqorqi partiya maktabida o'qidi. 1954 yılı Kostanayda Qozog'iston Kommunistlar partiyasining ikkinchi xatchisi, 1955 yılı Janubiy Qozog'iston birinchi xatchi lavozimida xizmat qildi. 1961 yılı Janubiy Qozog'iston o'lkasining birinchi xatchisi, 1962-1965 yılları Qozog'iston Markaziy Kommunistik partiyasining birinchi xatchisi bo'lib xizmat qildi. 1965-1966 yılları Ural oblasining Atqurish komitetining raisi bo'lib xizmat qildi. 1966-1971 yillar oralig'ida
hürmetlik dam ilişki chiqqacha Qozog'iston maxsus Vintrestning mudiri bo'lib xizmat qildi. İsmail Yusupov ko'plagan davlat tarafidan mukofotlarga erishgan. 2 marta Lenin ordeni, 2 Emgak Qizil Tug' ordeni, 2 marta Ulug' Vatan urushining 1-darajalik ordeni ve 20dan oshiq medallar bilan mukofotlangan. 2005 yılı davlat erbabi İsmail Abdurasul o'g'li Yusupov dunyodan o'tdi. Erbabning jasadi Sultan Qo'rg'on qabristonida yerlanib, qabr beshiga İsmail Yusupovning haykali o'rnatildi. Bu yil 12 mayda 2024 yılı tug'ilganiga 110 yil to'ldi. Sadvaqasov Xo'jahmet 15 may 1929, 15 noyabr 1991 yıl. Alim, ko'rnaklik fan erbabi, filologiya fanlarining doktori, akademik Xo'jahmet Sadvaqasov o'g'li Sadvaqasov. Uyg'ur nahiyasining Cho'ng Aqsu yezisida tug'ilgan. O'z yurtida o'rta maktabni tugatgandan keyin 1946 yılı Abay nomidagi Qozoq pedagogika institutining Qozoq tili va adabiyoti fakultetiga o'qishga tushib, 1950 yılı tamomlaydi. Shu yili Qozog'iston Fanlari akademiyasi Uyg'ur Tungan madaniyati sektorining aspiranturasiga qabul qilinib, uni tugatgandan keyin mazkur sektorda ishga qoldirildi. Olimning butkul hayoti emgak faoliyati Qozog'iston Fanlar akademiyasi bilan zich bog'liq bo'ldi. Xo'jahmet Sadvaqasov 1986 yildan to hayotining oxirigacha qo'lini qurib tashkillagan Uyg'urshunoslik institutining mudiri bo'lib xizmat qildi. 200 dan oshiq ilmiy emgaklari, o'nlagan monografiyalarni, darsliklarni, lug'atlarni yaratdi. 1957 yılı nomzodlik, 1972 yılı doktorlik dissertatsiyalarini yoqladi. Uning ismi 1976 yılı Qozoq SSR'ning faxriy oltin kitobiga yozildi. 1977 yılı Cho'qon Valixonov nomidagi mukofotga sazovor bo'ldi. 1989 yılı Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan fan erbabi nomli faxriy atoqqa ega bo'ldi. Olmuta shahri Do'stlik mikrorayonidagi ko'cha ve Cho'ng Aqsu yezisidagi maktabga Xo'jahmet Sadvaqasovning nomi berilgan. Uning byusti tug'ilgan yurtiga o'rnatilgan. 15 may 2024 yılı tug'ilganiga 95 yil to'ldi. Erkin Alptekin 4 iyul 1939 yıl. Vatanparvar ve butkul hayotini vatanparvarlik faoliyatga bag'ishlagan Uyg'urning iftixor o'g'loni Erkin Alptekin Qashqarning Yengisar shahrida ma'lumotliq oilada tug'ilgan. Dadasi Aysa Yusuf Alptekin 1933-1945 yillari Gomindan Xitoy parlamentining qonun palatasida xizmat qilgan ve Uyg'urlarning masalasini parlamentda qo'ygan. 1946 yılı Ürümchida qurilgan Birlashma hukumatning a'zosi, bosh katibi qatorliq vazifalarda bo'lgan davlat erbabi. 1949 yılı oktyabrda kommunistik Xitoy armiyasining besib kirishi sababli Aysa Yusuf Alptekin o'g'li Erkin Alptekin ve ailesi bilan Uyg'uristondan Sharqiy Turkistondan qechib ketishga majbur bo'ldi. Erkin Alptekin 1952 yılı Turkiyaga kelib o'rnashib, oliy ma'lumotliq bilim oldi. Otasining maslahati bilan u hayotini vatan davosiga bag'ishladi. 1970-1990 yilgacha Myunxendagi Ozodlik radio stansiyada raisining o'rinbosari ve Uyg'ur bölümünü boshqardi. 1991 yılı Yevropa Sharqiy Turkiston birligi tashkilotini qurib, uning raisi bo'lib saylandi. Shu yili Erkin Alptekin Tibet lideri
Dalai Lama bilan birlikte Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nı UNPO kurup, onun baş katibi, raisi qatarlıq vəzifələrdə ta 2000-ci yıllargacha bo'ldi. 2004-2006 yılgacha Dünya Uyghur Qurultayının birinci raisi bo'lib saylandı. Erkin Efendi Uyg'urlarning siyosiy, inson huquqi ve mustaqilligi, ijtimoiy sohalari bo'yicha 150'den oşuq maqalalarni, kitaplarni, broşurlarni yazdı ve başqa tillarga tərcümə qılıb tarqıtıldı. 2006 yılı öz ixtiyarı bilan raislikni Rabiya Qadir xanımga tapşırıb berdi. Peşqadam ustaz Erkin Alptekin Dünya Uyghur Qurultayının fəxri həyat əzası. Hazır Germaniyada yaşaydı. G'ulamdin Paxta 1930 yıl. Millatperver ve ömür boyu vatanperverlik faaliyet elib beriyotgan Uyg'urning iftixor o'g'loni. Qashqarda savatliq ve karxanchi ailesida tug'ilgan. Avlodi paxta sanoati bilan shug'ullangan uchun paxta degan laqamga ega bo'lgan. Otasi Ahmed Paxta 1933 yıldaki Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurg'uvchilarining ilg'or faoliyatchisi bo'lgan. G'ulamdin Paxta Qashqarda savatini ichib 1949 yılı 19 yaşida vaziyatlarga bog'liq vatandan ayrılıp bir yıl Indiyada, andın 1951 yılı Turkiyaga o'rnashdi. Ankara'da energetika maktabida bilim elib, elektrotexnik mutaxassisligi ega bo'lib, Osman İmperator Muzeyida topqapı ishlab ve daim özünün bilimini aşırış bilan shug'ullandi. Andın Germaniyaning Nürnberg shahrida energetika institutiga o'qishga tushdi. Xarajatni Azadlik radiosi ko'tardi. Shahodatnomani qo'liga elib, Yevropadagi Azadlik radiosiga Uyg'ur bo'limiga ishga kirib, 1958 yildan 1979 yilgacha ishlab, uning texmo rivojlanishiga cho'ng tuhfa qo'shdi. Ish mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlarga yo'tkilib, ishini davomlashtirdi. Shundaqla o'z kasbi bo'yicha Pan Am aviakompaniyasida xizmatda bo'ldi. Turkiston Birlik ovozi jurnalining muavin raisi bo'ldi. 1970 yillardan boshlab Uyg'ur davosini Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat majlislariga, senatorlarga ve inson huquqiy idoralarga yetkazib turdi. 1992 yılı İstanbul'da o'tkazilgan Sharqiy Turkiston Milliy qurultayiga ishtirok qilib, eng ilg'or tashkilotchilarining biri edi. Shu qurultay cho'ng yo'l xaritasining boshlanmasi bo'ldi. 26 noyabr 1993 yılı Tang Shamili gazeti yo'riq ko'rdi. 1998 yılı Amerika Qo'shma Shtatdagi Uyg'ur tashkilotlarini Washingtonda birlikka elib keldi. Atımız cho'ng yoshlarga kelgan bo'lsa-mu, tinimsiz o'z millati uchun mehnat qilmoqda. Uyg'urlarga yodgor qilib 50 yil mobaynida mingdan oshiq kitoblarni, tarixiy qo'lyozmalarni, xat cheklarni, elektronlik nusxasini yaratib, millatimizga sovg'a qildi. Uyg'urning shonliq o'g'loni G'ulamdin Paxta hozir Amerika Qo'shma Shtatlarning New York shahrida yashaydi. Bu qo'lyozmalari millat uchun bebaho hadiyadir. G'anibatur Mehmetbakiyev 1902 28 iyun 1981 yılı 3 viloyat inqilobi Nilqa qo'zg'olonining asosiy rahbarlarining biri. 1901 yılı G'ulja nahiyasi Qash yezisining Turdi yuzi mahallasida kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan. Kichigidilla ishlamchan, qo'rqimsiz ve g'ayratlik bo'lib o'sidi. Bala vaqtlarida chelishish musobaqalarida yengib, danqi chiqib, Batur deb atildi. Nochilarning arsiga kirib qilib, bir necha qatim turmalarga tushdi. 5 aprel 1944 yılı Ürümçi turmasidan qechib chiqib, Gomindanga qarshi azodlik harakatiga o'tib, Nilqa tog'laridagi
partizan gruppasiga qo'shildi. O'zining qo'rqimsiz, jasur va jangovar jangchi ekanligini ko'rsatib, jangning oldingi sepida bo'lib ko'zga tushdi. Mazar rayonidagi urushda erlik ko'rsatib, Gomindan askarlarini yengib, 30 dan oshiq turmadagi mahbuslarni erkinlikka chiqardi. Vaqtliq yerlik hukumat o'rnatdi. Arshang nahiyasidagi urushda ig'ir yaralanib, Almutida davolanib, qaytadan sapga bordi. Vaqtliq hukumat G'ani Boturning amgigini yuqori baholab, polkovnik unvoni berib, hurmatli xalq qahramoni degan nom berildi. Ozodlik qadar 3 viloyat hukumatining a'zosi Milliy armiya harbiy sud mahkamasining boshlig'i vazifasini atqurdi. Ozodlik yo'lida ko'rsatgan jasorati, fidokorligi uchun Cumhuriyet, istiqloliyat, bahodirligi uchun Ozodlik orden medallari bilan mukofotlandi. 1953-yili o'lkalik siyosiy maslahat a'zosi bo'lib ishlab, 1956-yili Qozog'istonga ko'chib ketishga majbur bo'ldi. 28-iyun 1981-yili vafot bo'ldi. Ulug' Ipak G'o'lja yo'li bo'yidagi Жаңа turmush yezisiga haykali o'rnatildi. Internet Tori Illi daryosi jurnali. Qadiriy 2005-yil 2 soni Qahariy. Umarov Mahmud Bedaljan o'g'li 1924-yili Almuta shahrida ishchi oilasida dunyoga kelgan. Mahmud bola chig'idan bilimga va sportga qiziqishi ustun bo'lgan. Maktabni tamomlab va shu maktab yo'llanmasi bilan 17 yoshida Kirov nomidagi harbiy meditsinalik akademiyaga o'qishga tushib, qisqa muddat ichida o'qishni tamomlab, harbiy havo desantlar bo'limiga qabul qilinib, harbiy feldsher kasbiga erishdi. 1943-yili Umarov ko'plagan ig'ir janglarga qatnashdi. Bir qo'lda doktorning sumkasi, bir qo'lida miltiq tutib, yaradorlarni qutuldirsa, bir tarafdan dushmanlarga o'q otadi. U ko'plagan partizanlar to'plarida mazkur maxfiy topshiriqlarni o'rnilgan. Shundaqla jang maydonida yarador jangchilarga ig'ir operatsiyalarni qilib, ularga umr silgan edi. Umarov Ukraina va Polsha yerlarini fashistlardan ozod qilish janglarida qatnashgan. G'alabiyat kunini Berlin shahrida qarshi oldi. Urushdan keyin sport bilan mashg'ullanishni tashlamadi. Kengash merganchilar tanlanma komandasida pistolet bilan o'q etish musobaqalarida ko'plagan yutuqlarga ega bo'ldi. Pistoletni o'q etish bo'yicha atoqli master nomi 1957-yilda va 1956-1960-yillarda o'tgan 50 metrga pistoletdan erkin o'q etish olimpiada o'yinida 2 marta kumush halqa, 1958-yili tapanchadan 50 metrga o'q etish bo'yicha dunyo chempioni ataldi. 1955-1956 yillari 50 metrga tapanchadan o'q etishdan 2 turkun Yevropa chempioni, 5 turkun Yevropa chempioni komandalik chepish unvoniga ega bo'ldi. 3 turkun komanda chepishida dunyo chempioni ataldi. Mahmud Umarov 1950-yili Kirov nomidagi harbiy meditsinalik akademiyani tamomlab, 1953-yili meditsina sohasida dissertatsiya yoqlab, meditsina olimi, meditsina fan nomzodi unvoniga ega bo'ldi. Mahmud Umarov ruhiy kasallar shifoxonasida emgak qildi. 1960-yili Mergan o'q otquchilarning ruhoniy kayfiyatining alohidaligi nomli kitobi nashr qilindi. Davlat tarafidan jangovarlik erligi uchun 1941-1945-yillari Ulug' Vatan urushida Germaniya ustidan g'alabiyat qozonligi uchun medallari bilan mukofotlandi. 1961-yili 25-dekabr kuni mezgilsiz alamdan o'tdi. Jasadi Sankt-Peterburgdagi Bogolovskiy zaradkorligining 30-joyiga dafn qilindi. Afsus, nihoyatda yosh alamdan o'tdi. Beqindirdigan davonlari texi oldi edi. Bu yil 10-sentyabr 2024-yili tug'ilganiga 100 yil to'ldi. Nuri Turkel Ablikim o'g'li. Oliy saviyalik adliya fanlarining doktori. Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat arbobi. Nuri Turkel apandim Qashqarda ma'rifatchi oilasida tug'ilgan. O'rta maktabdan keyin Urumchi va Shiyanda oliy bilimni egallaydi.
1995-жылы Америка Qo'shma Shtatiga ko'chib kelib, Oliy Adliya universitetini va magistraturini tamomlaydi. Amerikada Uyg'urlar orasida tunji qonun fanlarining doktori. Nuri Turkel Hudson institutining oliy tadqiqotchisi va tashqi munosabatlar kengashining a'zosi, inson huquqi himoyachisi, atoqli advokat, Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqaro e'tirof qilgan 2017-yili ingliz tilida tuzilgan nizomnomasining asosiy muallifi va Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq adliyaviy maslahatchisi. Nuri Turkel 15-iyun 2021-yili Amerika Xalqaro diniy komitetining muavin raisi bo'lib tayinlandi va 2022-yili qaytadan saylandi. 26-iyun 2023-yili qaytadan tayinlandi. Nuri Turkel Davr jurnali tarafidan 2020 yillik dunyodagi ta'siri kuchli 100 shaxsning biri va Boylik jurnalining 2021-yillik dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbar tizimiga kirgizildi. Notre Dame diniy erkinlik mukofotining laureati Nuri Turkel xalqaro Uyg'ur davosining kuchayishiga va xalq aralashishiga Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur masalasiga munosabatlik qonunlarning qabul qilinishiga zo'r tuhfa qo'shgan shaxs. Uyg'ur inson huquqi siyosiy qonuni, Uyg'ur majburiy amgining oldini olish qonuni qatorliq qonunlarni qabul qilishi Nuri Turkelning tashabbusining va amaliy faoliyatining natijasidir. Nuri Turkel apandim 2023-yili fevralda Amerika hukumatiga haqiqiy mutlaqlik Xitoy hukumatining Uyg'ur qirg'inchiligini cheklash va to'xtatish uchun 27 turlik tavsiyasini sundi va hozir ular amaliylashtirish faoliyatini ilgari suryotidi. Amaliyotda Nuri Turkel davr bo'lgich bayroqdorlarimizning biri, Uyg'ur millatining iftixori. G'o'jambardiyev Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi, Olmuta 19-iyun 2024-yil. Lutfullo Mutalib 16 noyabr 1922, 18 sentyabr 1945-yil. Shoir, yozuvchi, dramaturg, rejissyor, aktyor, rassom. Uyg'ur adabiyoti va san'atida cho'nqur mazmunliq, badiiyligi yuqori asarlari bilan zo'r ulush qo'shib, uning tarixida o'chmas iz qoldirib ketgan Lutfullo Mutalib Olmuta viloyati Uyg'ur nahiyasi Cho'ng Aqsu yezisida Yezmaxon va Malikaxon oilasida dunyoga kelgan. Taqdir taqozosi tufayli 8 yoshida ota-onasi bilan chegara atlab, G'ulja atrofidagi Nilqiga ko'chib ketgan. Oilasida xat savodini chiqargandan keyin 1932-yili G'ulja shahridagi Tatar maktabida 4 yil o'qib, keyin Rus gimnaziyasida bilim olgan. 1939-yili Urumchi shahridagi o'lkalik Darul Muallimin kursiga o'qishga tushdi. Lutfullo Mutalib 1941-yili sobiq kengash mutaxassislari qatnashgan Sharqiy Turkiston o'rganish ekspeditsiyasida tarjimon bo'lib, emgakchan Uyg'ur xalqining qaynam hayotini amaliyotda o'z ko'zi bilan ko'rib, uning tarixiga doir ma'lumotlarni yig'di. Keyin u Shinjan va Aqsu gazetlarida jurnalist bo'lib ishlaydi. 1945-yili Lutfullo Mutalib Aqsudagi Sharqiy Turkiston inqilobining faoliyatiga yaqindan yordamlashib, uni qo'llash maqsadida Ushqunlar ittifoqi nomli maxfiy tashkilotni qurdi. 1945-yili 18 sentyabr kuni Uyg'ur xalqining yolqinliq shoiri, ko'p qirliq adib, irodali inqilobchi Lutfullo Mutalib Gomindang turmasida mardlarcha 23 yoshida qurbon bo'ldi. Qabringa bora olmasammu Jutumga haykal o'rnatib gulga o'rayman. Muhijin Jamolov. Samsaqovning Qahramon elning qaysar o'g'loni kitobidan elindi. Olmuta 2023-yil. Mahmud Havaydulla o'g'li Abdurahmonov 20-iyul 1934,
20 noyabr 2013 yıl. Alım, şair, filologiya pənlərinin doktori, professor, İctimai Pənlər Akademiyasının akademigi Mahmud Abdurahmanov 1937 yılı Əmgəkçi Qazaq nahiyəsinin Təşkəntsaz yesida tug'ildi. Maktabdan keyin Turgenev peduchilishini bitirdi. 1958 yılı Kirov nomidagi Qazaq Davlat Universitetining filologiya fakultetini tugatib, Kommunizm tug'i gazetida adabiy xodim bo'lib ish faoliyatini boshlaydi. Andan keyin Qozog'iston Pənlər Akademiyasining Uyg'urshunoslik bo'limida əmgək qiladi. Mahmud Abdurahmanovning əmgək faoliyatining ko'p yillari Abay nomidagi Davlat Universiteti Filologiya fakultetining Uyg'ur bo'limida o'tdi. Bu bo'limdagi Uyg'ur tili va adabiyot kafedrasini boshqardi. 1971 yılı kandidatlık namzatligini qo'rg'ab chiqsa, 1994 yılı adabiyot va ma'rif sohasidagi asosiy problemalar mavzusida doktorlik dissertatsiyasini qo'rg'ab chiqdi. Shoir, olim, ustoz Mahmud Havaydulla o'g'li ko'plagan maqolalarning muallifi. Uyg'ur Sovet adabiyot tarixining masalalari va Uyg'ur adabiyatining tarixi nomli 3 tomliq ilmiy amgigi nashr qilindi. Shundaqla Davanlar, Jillar sadasi, Tugunlar nomli adabiy tanqidiy kitoblari yo'riq ko'rdi. Mahmud Abdurahmanov 8-10 sinflari uchun darsliklarning muallifi. Shoirning har xil yillarda she'riy to'plamlari nashriyatdan besib chiqarildi. Ular qalb naqshlari, qadamlar, davanlar. Mahmud Abdurahmanov shundaqla usta tarjimon. Ko'plagan qarindosh va jahon adabiyatining ko'rnaklik shoirining she'rlarini ana tilga tarjima qildi. Shoirning ko'plagan she'rlariga ohanglar yozilib, xalqning sevimli naqshlariga aylandi. Masalan, Turnalar, Annamg'a va boshqalar. Mahmud Abdurahmanov Qozog'iston ma'rif a'lochisi, Qozog'iston diyarining hurmatli odamlari nomli kitobga shoirning ismi kirgizildi. Mahmud Abdurahmanov 2013 yılı dunyodan o'tdi. Shoirning jasadi İpek yo'l bo'yidagi Tashkentsaz yesiga qarshi do'nga qo'yilib, haykali o'rnatildi. 20 iyulda bu yil 2024 yılı tug'ilganiga 90 yil to'ldi. Emerjan Idris o'g'li Mansurov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan rassom, O'zbekiston xalq rassomi, professor, akademik Emerjan Mansurov Yarkand Tavasi Dehqon G'ayrat yesida tug'ilgan. 1966 yılı Kirov nomidagi Uyg'ur o'tira maktabini tugatib, Tashkentdagi Benkov nomidagi rassamchilik uchilishida 1970-1974 yillarda bilim oldi. 1980 yılı Ostrovskiy nomidagi teatr va rassamchilik institutini tamomlab, Milliy rassamchilik va dizayn institutida professor lavozimida ishlaydi. O'zbekiston Badiiy akademiyasining kumush va oltin medallari bilan mukofotlangan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan rassom, O'zbekiston xalq rassomi akademik Emerjan Mansurov Uyg'ur tarixida o'z izini qoldirib ketgan Uyg'urning shonli qahramon o'g'lon qizlarining rassomlarini sizdi. Jumladan Ahmadjon Qosimiy, Nozgum, Sulhi Seyfulin, Velivay Yuldashev, Mahmud G'ojamiyarov, Sultanmurod Razamov, Nurmuhammad Nasirov, Xilil Hamrayev, Maxsim To'ra va boshqalar. Nurg'unlagan davlatlar ko'rgazmasida o'zining hunarini ko'rsatib, cho'ng utuqlarga yetishdi. Jumladan Qozog'istonda, Almuta Yarkand, Moskvada, Turkiyada, Ankara Istanbul, Marokko, Yaponiya, Tokio, KNR Urumchi, Fransiyada Parij bo'lib o'tdi. Hozirgi tongda Əmgəkdən qo'l uzmay Kamaldin Begzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn institutida professor lavozimida xizmat qilyotdi. Fazilat Iliyeva. Zordunova Karamat Ahmedqizi, meditsina fan doktori, professor, Qozog'iston Rossiya meditsina universitetining ichki og'riqlar kafedrasining yetakchisi. Karamat Zordunova Uyg'ur nahiyasining cho'ng Aqsu yesida tug'ilgan. Almuta mamlakatlik meditsina institutini davolash bo'limini 1983 yılı tamomlab, 1985-1992 yillari
Almuta viloyatlik doktorxonada xizmat qildi. Bölüm boshqardi. 1993 yildan 2000 yilgacha Asfendiyarov nomidagi Meditsina institutining farmakologiya kafedrasida assistent bo'lib ishladi. 1997 yili kandidatlik nomzodini qo'rg'ab chiqdi va 2005 yili doktorlik dissertatsiyani yoqildi. Karamat Zordunovaning doktorlik dissertatsiya mavzusi salomatlikni saqlashdagi eng zamonaviy va murakkab ekanligi haqida Qozog'iston bilim va ilm ministrligidagi attestatsiya va nazorat komiteti ta'kidladi. 2009 yili Karamat Zordunova professor unvoniga erishdi. Qozog'iston Milliy meditsina universitetining klinikalik farmakologiya kafedrasini boshqardi. Shundaqla universitet prorektorining o'rinbosari lavozimida emgak etdi. Karamat Ahmed qizining 8 monografiyasi, 18 metodikalik qo'llanmalari, 15 patent ve 200'den oşuk ilmiy emgekleri yoruq gördü. Karamat Ahmed qizi klinikalik farmakologiya, farmaekonomika, pulmonologiya ve dora dermek tekshirish ekspertiza merkezinin eksperti ve başqalar. Qozog'iston Cumhuriyetining salomatlik saqlash a'lochisi, ko'plagan Qozog'iston salomatlik saqlash ministrligi, bilim ve ilm ministrligining medal ve teşekkür nomlari bilan mukofotlandi. Zordunova Karamatning dastlabki yordam berish yo'l yo'riqlari nomli qo'llanma, klinikalik EKG asosiy qo'llanmalari rus va qozoq tillarida nashr qilindi. 2022 yildan boshlab Qozog'iston Rossiya meditsina universitetining ishki og'riqlar kafedrasining rahbari bo'lib xizmat qilmoqda. Fazilat Iliyeva. Tebriklaymiz. Millatparvar, vatanparvar ve Uyg'urning jon kuyari Abduvali Ayub 1973 yılı Qashqarda tug'ilgan. Hozir Norvegiyada yashaydi. Dünya Uyg'ur qurultayining tadqiqot markazining mudiri, pedagog, shoir ve tilshunos olim. Ana tilni saqlash va rivojlantirish yo'lida tinimsiz emgak qilmoqda. Bu kurash yo'lda bedelmi to'lagan. 22 may 2024 yılı Yer shari Til huquqiy birlashmasining tarafidan tasdiqlangan Yer shari til qo'g'dug'uchi mukofotini elishi bilan Abduvali qarindoshimizni chin dilimizdan tabriklaymiz. Sog'lom tan salomatlik, baxt va arzu-umidlarning amalga oshishiga tilakdoshmiz. Millatimizning gullanishiga texmi cho'ng to'pilarni qo'shadiganiga ishonchimiz komil. Tabriklaguvchi Dünya Uyg'ur qurultayining Qozog'iston vakillari. Almuta, may 2024 yıl. Jamalov Muhiddin Jamal o'g'li 20 may 1954 yıl. Uyg'ur rayonining Aqsu yezisida tug'ilgan. Maktabdan keyin Zooveterinar institutida 1973-1978 yillari o'qib, zootexnik mutaxassisligi ega bo'ldi. Ish mobaynida Panfilov, Talg'ar, Uyg'ur nahiyalarida her türlük lavazımlarda zootexnik, komsomol sekretari, nahiyalik baş zootexnik, nazorat komitetida, Charın Milliy parkida, vodokanal sistemasidagi ishlarida adil emgak qilib, o'zining mehnat so'yar ve yaxshi tashkilotchi ekanligini ko'rsatdi. Iqtisod institutida aspirant, kichik ilmiy xodim bo'libmi ishladi. Yosh vaqtida ulug' shoir ve inqilobchi Lutfulla Mutallibga haykal o'rnatsam degan umidi bor edi. 1999 yılı Cho'ng Aqsuga o'zining moddiy ve ma'naviy yordami bilan ve mahir tashkilotchisi orqasida Lutfulla Mutallibga haykal o'rnatishga cho'ng ulush qo'shdi. Lutfulla Mutallibning 100 yillik xotira markazidami yana bir qatim millatparvarligini, sehiy insonligini ve mahir tashkilotchi ekanligini dalildi. İftixor Uyg'ur o'g'loni Muhiddin bilan faxrlanamiz. Hozirmi Lutfulla Mutallib nomidagi yeza egilik xo'jaligini boshqarib elga xizmat qilmoqda. Lutfulla Mutallibning haykalini o'rnatishga qo'lini sungan barliq Uyg'urlarning o'g'lon qizlarga oliy ehtirom. Bo'lsangmi bu iliq dunyoga mehmon, yashayman demigin mangu shodiman. Chinar tikalmisangmi shivaq tikib qo'y, el rozi bo'g'idek qolsin iznishon. Qahari.
Xurshidin Osman o'g'li Xalikov 1934-yili Yarkent shahrida tug'ilgan. O'tira maktabdan keyin Yarkent shahridagi pedagogika uchilishida bilim oldi. Andin Toshkent shahridagi universitetning Sharq fakultetini Uyg'ur va adabiyot bo'limiga tushib, uni muvaffaqiyatli tamomlab, Kirov nomidagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Oliy darajalik yuqori saviyalik fan muallimi. 1958-1995 yillari maktabda o'quvchilarga sifatli bilim berib va orasida mudirning o'rinbosari bo'lib xizmatlarni atqurdi. 9-sinflar uchun bag'ishlangan Uyg'ur adabiyoti to'plamining muallifi, marg'ub inson edi. Amgigi yuqori baholanib 1970-yili Amgakdagi a'loligi uchun medali va Qozog'iston Jumhuriyatining ma'rif a'lochisi ve muallim metodist sharafli nomlarga ega bo'ldi. Uyg'ur Sovet adabiyatining asosini solg'uvchi Umar Muhammadiyning qabrini markaziy ziyoratgohga yo'tkab va uning haykalining o'rnatilishini tashabbuskori bo'lib, o'zining millatparvar va tashkilotchi ekanligini ko'rsatdi. Umrlik juftishi Aliyam Tayirova 23-mart 1936-yil 22-mart 1992-yillar do'latliq bo'lib, Kaspiyning Rus tili va adabiyoti fakultetini tugatib, Kirov maktabida 1961-1973 yillari ishlab, keyin rayonlik partiya komitetining apparatida xizmatda bo'ldi. Afsuski, hayotdan mazgilsiz ketdi. Bu oila shahardagi ulga alarliq oilalarning biri edi. Madaniyatlik, bir-biriga moslashgan va bir-birini to'ldirib yuradigan insonlar edi. O'g'li William Yarkent kraxmal shirna zavodining bosh mudiri, qizi Go'zal vrach stomatolog. Suyimlik ustozlarimiz bizning qalbimizda mangu saqlanadi. Bu yil 18-mart 2024-yili tug'ilganiga 90 yil to'ldi. Ahmadjon Ro'zi 1925-yili O'ljida tug'ilgan. Roshan maktabida o'qib, andin Kures fan maktabida pedagogiyada bilim elib, 1941-yili Nilqida muallim bo'lib ishini boshlaydi. Ahmadjon Ro'zi bo'libmi til darsiga ko'proq qiziqadi. Shu yili inqilobchi shoir Lutfulla Mutallib bilan tanishib qoldi va ishga oydin atuq yaqin aralashdi. Shu vaziyatda meditsina xodimlarining yetishmasligidan millatparvar Ahmadjon Ro'zi ishdan sirt meditsina texnikumida o'qib, 1946-1949-yillari andin Bo'rtalda feldsher bo'lib ishlaydi. Bilimini oshirish uchun Beyjingdagi Med institutida 1951-1959-yillari o'qib, muvaffaqiyatli tamomlab, shahodatnomani qo'lga elib, G'ulja meditsinalik texnikumida dars berdi. Vaziyatlarga bog'liq 1961-yili Qozog'istonga ko'chib chiqib, Yarkent shahridagi shifoxonada doktor bo'lib ishga o'rnashdi. Hurmatlik dam olishga chiqqach, xalqni davolab, xalqning suyimlik va aziz doktoriga aylandi. Ish mobaynida vatanparvar Ahmadjon Ro'zi o'zining meditsinalik bilimini millatiga yetkazishga tirishib, nurg'unlagan har turli mavzuda maqolalarni yozdi. Og'riqning oldini olish, tozalik, tan saqliq kapolati, diabet, palach og'riqlari va boshqalar. She'riyat janridimi o'zini ko'rsatib, lirikalik she'rlarni va dastonlarni, qo'shoqlarni, hikmatga loyiq so'zlarni yaratdi. She'rlari orqali vatanga bo'lgan muhabbat, ozodlikka bo'lgan arzu istaklar, yurtdoshlarni sig'inish o'tlarini bayon qildi. She'rlarda milliy puroq, cho'nqur tafakkur va qalbimizni turtib qoldigan his-tuyg'ular bizning zavq shavqimizni qo'zg'aydi. Ahmadjon Ro'zi alamdan o'tgandan keyin yozuvchi, shoir, dramaturg Zulfiqarovning qo'llishi bilan 2003-yili Olmaotada Töhbe she'rlar to'plami yo'riq ko'rdi. Umrlik juftishi Gulli Qadirova 5-oktyabr 1937-yil 6-yanvar 2006-yil Kaspiyning ximiya fakultetini tamomlab, Kirov maktabida o'quvchilarga sifatli ximiya fanidan dars berdi. Oliy darajalik fan muallimi. O'g'li Rahimjon, doktor, fan kandidati. Park aktivnih molekul ilmiy texnologiyalik markazini boshqaradi. Qizi Gulnara ustoz, geografiya va biologiya sohasidan. Qizi Ilnara kardiolog. Ahmadjon Ro'zi va Guli Qadirovaning qabri Olmaotadagi Do'stlik mahallasidagi qabristonlikda. Ahmadjon Ro'zining Töhbe kitobidan elindi.
Almuta 2003 yıl. Qalbinur Sıdık 5 may 1969 yıl. Ürümçi şäherinde tug'ilgan. O'rta maktabni tugatib, Şinjan Ma'arif universitetining Hansu tili fakultetiga tushib, muvaffaqiyatli tamomlab, o'qituvchi mutaxassisligini egilab, 28 yil bolalarga bilim berdi. 2017 yili qayta tarbiyalash o'rnida ishlab, 2019 yili kuz oylarida Gollandiyaga o'rnashdi. Lager shahidi retida o'zining ko'zi bilan ko'rganlarni xalq ammasiga yetkazmoqda. Millatparvar va vatanparvarlik faoliyatini davomlashtirib, 14 cho'ng davlat parlamentlarida guvohlik berdi. Angliyada chiqqan qonunlarga Qalbinur Sıdıkning ulushi bor. 14 noyabr 2021 yili Chexiya hukumatining Praga shahar hokimi tarafidan jasoratlik ayol taqdirnoma berildi. Qizi Dilfuza 2011 yili Gollandiyaga kelgan bo'lib, meditsina universitetini tugatib, Dora Dermak tadqiqot qilish markazida xizmatda. Bir navirsi bor. Uyg'urning iftixor qizi Qalbinur Sıdık bilan faxrlanamiz. Dünya Uyg'ur qurultayining Almuta tashviqot komiteti. Ablekim Damolla, shoir. 1953 yili G'uljida tug'ilgan. 1955 yili ailasi bilan Qozog'istonga ko'chib chiqdi. 1971 yili a'lo baho bilan Kirov nomidagi Uyg'ur o'rta maktabini tugatib, Toshkent Yeza eglik institutiga tushib, uni muvaffaqiyatli tamomlab, Jumhuriyatlik hisoblash markazida ishlaydi. 1983 yili Yerkentga qaytib kelib, SPTU, Bilal Nazim va Jambul maktablarida informatika fanidan dars berib, 2016 yildan hurmatli dam olishda. İş jarayonida Elipani she'r bilan ugunayli degan Elipa hamroyini boshlang'ich sinflar uchun yezib chiqardi. Panahi maktab degan naqshning avtori. Uning muzikasini Baxtiyor Masimov yozgan, ijro etgan. Panahi maktab naqshi Uyg'ur maktablarining gimniga aylandi. Boshlang'ich sinflari uchun bolalarga arnalgan ko'p she'r naqshlar yozdi. Millatparvar va vatanparvar Ablekim Damolla 100dan oshiq she'rlarni yezib, millatimizga taqdim qildi. O'zining she'rlarini millatimizning taraqqiyotiga, gullanishiga ulushini qo'shgan insonlarga beg'ishladi. Jumladan falsafachi shoir Yusuf Xashajibga, shoir inqilobchi Lutfullo Mutalibga, shoir Hil Amrayevga, metsenat Velivay Yuldashevga, shoir Nurahmat Ahmatovga, Karxonchi Dilmurod Kuziyevga, o'tkir namunachi tarixchi Turg'on Almasqa va boshqalarga. 30 oktyabr 2024 yili 100 yil to'shidi. Xalqaro Qozoq ijodiy birlashmasi beybichilik alemining a'zosi. Ablekim Damollaning amgaklari yuqori baholanib, Yusuf Xashajib ordeni va Lutfullo Mutalibning medalini elishga muyassar bo'ldi. A. Imarov. Təbriklaymiz. Millatimizning şanlıq oğlani Nariman Qurbanovning Parijdagi Olimpiadada kumush medal elishi bilan chin dilimizdan tabriklaymiz. Uyg'urning iftixor o'g'li Narimanga baxt, omad va zo'r sog'lom tan salomatlik tilab, texmu cho'ng cho'qlardan ko'rishga nasib qilsin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Dünya Uyg'ur qurultayining Almuta tashviqot komiteti. Beygini alar mingdan bir juguruk. Yarıdan bugün Nariman atta. Bar kuchni selib, ko'rsatib hunar, taxtın boyunga, kumushdan halqa. Aqlandi ishonch, aqlandi umid, qaldi tashvishlar, qaldi ham guman. Elim bayrog'in ko'kka ko'tarib, bergan vadangda chin turding o'g'lan. Muborak bo'lsin inim yengishing, tirishib yetgan bugun kumuching. Uzoqdan kutgan kunmu kelgan uchun yozdim madhiya menmu sen uchun. Abdrimov Fasıl 3 avgust 2024 yil Parij. Turg'on Emir o'g'li Ro'zaxonov 1 yanvar 1950 27 aprel 2016 yil. Turg'on Emir o'g'li Yerkentda tug'ilgan. Vatan oldidagi borchini ado qildi. Bilimi yuqorqi pedagogika sohasining mutaxassisi.
Aliy partiya maktabida bilim olgan. Panfilov nahiyalik komsomol komitetining 2-chi xatchisi, nahiyalik partiya komitetining instruktori bo'ldi. Turg'an Ro'zaxunov nahiyadagi eng boy, eng cho'ng Kirov va Kalinin nomidagi kolxozlarda partorg, kolxoz boshlig'ining o'rinbosari lavozimlarida emgak qildi. Butkul partiya xatchilar kengashining raisi bo'ldi. 1990-yili Qozog'iston Kompartiyasi Markaziy komitetining a'zosi bo'ldi. 1992-yili Bex yo'li assotsiatsiyasining prezidenti bo'lib saylandi. Assotsiatsiya tarkibiga nahiyalik barliq korxona, mahkamalar a'zo bo'ldi. Cumhuriyetlik etnomadaniyat Uyg'ur markaz raisining birinchi o'rinbosari vazifasini atqudi. Qozog'iston xalqaro assambleyasining a'zosi bo'ldi. Turg'an Ro'zaxunov 2012-yili Inoyat boshqarmasining raisi bo'ldi. Tajribalik rahbar vazifasini 4 yil atqurish jarayonida ko'plagan ishlarni elib mandi. Almuta viloyatining ma'rif, madaniyat va sport sohalariga ko'p nazar selib, ish choralarini uyushtirdi. Turg'an Ro'zaxunov bilimlik rahbar retida kichik beyil, adil, o'z xalqini cheksiz suygan insonning yorqin xotirasi el qalbida to abad saqlanmoqda. Qozoq SSR'ning amgigi singan qurilishchi Usmonov Mahmud, atoqli qurilishchi, o'z ishining mohiri, el-yurtning faxri, mehnatkash inson Mahmud Usmonov 1924-yili Yerkent tavasi Panjimiyisida dehqon oilasida dunyoga kelgan. Uning balliq chog'lari shu o'tliq yillarga to'g'ri keldi. Panfilov Meshkolxozstroy qurilish mahkamasi qurilgandan boshlab emgak faoliyatini boshlaydi. Oddiy ishchi, qurilishchi bo'lib ishlab, mahir qurilishchi nomga muyassar bo'lgan. O'z kasbining chevari darajasiga ko'tarildi. Qurilishchi Mahmud deb atilib, ismi Yerkent tavasiga keng to'nilgan edi. Uning qo'li bilan cho'ng binolar barpo qilindi. Panjim, Olti uy, Nodak, Almaliq, Subday, Turpan, Lisnovka, Cho'ngchig'an, Kichikchig'an, Oktyabrning 40 yilligi kolxozi, yoshlar shaharchilarida silingan maktab, sport maktabi, madaniyat uyi, og'irxona, bolalar bog'chalarida o'chmas qo'l tamg'isi bor. Dastlabki ishning biri Yerkentdagi 1961-yili selinishga tegishli bo'lgan Ibray Oltinsarin nomidagi maktab. 40 yilga yaqin oraliqda mehnat qilib, o'nlagan, yuzlagan turishliq uylarni selib foydalanishga berdi. Mahmud Usmonov shahar va yezlarni obodlashtirishdagi uzun yillik barpokorlik amgigi hukumatimiz tarafidan munosib baholandi. 1968-yili Cumhuriyetlik kolxozlar ara qurilish boshqarmasining kitobiga ismi yozildi. 1975-yili Qozoq SSR'ning amgigi singan qurilishchi sharaflik nomiga ega bo'ldi. 1977-yili maydisiga hurmat belgisi ordeni qadaldi va shundaqla nurg'unlagan medallarga ega bo'ldi. Yozuvchi Abdukarim Tudiyarovning har imoratda qo'l tamg'isi bor, binolarda qolgan iz, u yurtiga go'zallik bag'ishlagan edi. Qurilishchi iqidisi nomliq maqollarida Mahmud Usmonov va shuningga o'xshagan insonlar haqida madhilagan edi. Uning xalq uchun xizmat qilgan insonlar hech qachon o'lmaydi degan hikmatli so'zlari Mahmud Usmonovga o'xshagan insonlarga taalluq. Yurtni obodlashtirishda 40 yil barpokorlik emgak qilgan mushundaq insonning ismini doim xotirlash, abadiylashtirish, mazmunliq hayotni yoshlarimizga targ'ib qilish yurtdoshlarining insoniy borchidan emasmi? Fazilat Eliyeva. G'azi Ahmad butkul turkiy xalqlarining buyuk namoyandalari Mahmud Qashqari va Yusuf Xas Hajiblarni qayta tirildirgan. Uyg'urning iftixor o'g'loni mashhur rassom G'azi Ahmad asarlaridan. Millatni dunyoga to'ntadigan til, tilni dunyoga to'ntadigan ko'p tillik qalam. Qurbanjon To'xti hurmati.